Bugün videoda ko'rib qoldim. Shu sizlardan bir kechirim so'rayman. Sababi mashinalarda shu yerda yozilib, shu yerda anlatılgan yer. Mana bu temir ko'rinib turibdi. Diyarimiz Nukus qalasi, uni hammamiz bilasizlar. Shu men bugun Assalomu alaykum aziz hurmatli Turan Bobosi kanalining kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar, omonmisizlar? Charchamasdan yurtinglar. Mana O'roz ayında mana shu tutgan o'rozalarning ala tarafida qabul bo'lsin. Men bugun Nukus qalasindaman. Sebebi şu kommentarlarda ko'p odamlar so'raydi, yozadi kommentarlarga shu buni Navbat qizimizning uyini bir yo'lini ko'rsatib keting deb. Shuning uchun sizlarga yo'lni ko'rsatmoqchiman. Men Nukus qalasindaman bugun mana bu yoqda Go'balak ko'piri mana ko'rsangizlar. Shu Go'balak ko'piri aynan Karbi zavod. Karbi zavoddan kelamiz. Bu yoqqa to'g'ri Chimboy yo'l, Afg'oniston yo'li. Shu yo'lda Qo'sko'l bor, Qo'sko'l 3. Qo'sko'l 3'ga boramiz. Bu yoqdan To'rtko'l Berunidan keladi, Mangut yo'li. Bu yer buni Yujniy vokzal. Bu yoqqa ketsangiz, Nukus qalasi bu yerda Jedi vokzal bor. Shu yo'lni ko'rsatmoqchi edim, mana sizlarga yo'lni ko'rsatdim. Keyin bugun shu kecha bir video chiqarib edim. Kecha shu videoda o'zimning videomni ko'rib qoldim. Ko'rib bo'ldim, xijolat bo'ldim. Sababi kecha mana Kastro'l kartamizga tushgan pullarni sizlarga o'qib eshittirdim-ku. Shunda bir odamni Amanjol S degan 5000 tanga salgan ekan, men 500 tanga deb o'qib yuribman. Shu sababli sizlardan uzr so'rab qolaman. Bugun videoda ko'rib qoldim. Shu sizlardan bir kechirim so'rayman. Sababi mening ko'zim sal o'tinkiryapti, shu sababli 5000 ni 500 deb o'qib yuribman-da. Shunday, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana unda ketdik. Shu hozir sizlarga yo'l-yo'lakay ko'rsatib ketaman Navbatning uyini. Mana azizlar, shu mana yo'l mana Karbi zavod yoqdan keladi, Go'balak ko'pirdan kelib, mana bu Yujniy vokzalimiz, avtovokzalimiz. Mana bu yo'l to'g'ri mana shu To'rtko'l Beruniga ketadi. Mana hozir chapga aylanamiz biz Chimboy tarafga qarab. Mana shu yo'ldan ketamiz biz, mana shu Chimboy Afg'oniston yo'limiz. Mana bu yerda avtoservis bor. O avvalgi qadimgi avtosalon deyiladi shu yerda. Mana mashinalarda shu yerda yozilib, shu yerda anlatılgan yer. Mana hozir shu Qo'sko'l 3 tomonga ketib boramiz. Qo'sko'l 3 Yelati. Mana shu yo'ldan ketaveramiz. Mana bu tarafda mana o avtovokzal neyimiz, avtosalonimiz, avtoservis. Mana bu yerda yani tazadan bir açıldı Buxara Stalovoy deymi, shunday. Mana bu yerda avvalgi Propan zapravka kelib chap tomonga burilamiz mana shu yerda. Mana shu temir yo'lga aylandi. Bu yerda temir yo'l ko'rinib turibdi. Bir o'zi u yoqqa uyinacha shu yerdan 1 kilometrdan sal ko'proq bo'lish kerak uyga borgancha, sentralniy yo'ldan-da. Shu ko'p odam shu uyini ko'rsating, yo'lini ko'rsating. Bizlar ham bir bormoqchi edik, borajak edik deb ko'p odam menga telefon qiladi, ko'p odam ko'chada ko'rib so'raydi, kommentariyada yozadi. Shu sababli bugun ham avval ham ko'rsatdim, bu ko'rsatganni ko'p odam ko'rmagan bo'lish kerak. Shu sababli bugun sizlarga yana ko'rsatib o'tirman. Shu mana temir yo'lga keldi. Bu temir yo'lga aylangan yo'l yo'q. Temir yo'l bor, ana u yerda bir bolalar o'tiribdi, bir ayol o'tiribdi. Mana bu temir yo'lni yog'ilab ketsak, Qo'sko'lga ketamiz. Mana bu yerdan temir yo'ldan ketmamizda bu tomonga o'ngga burilamiz. Mana shu ko'chaga kirib,
Ha bu yerda mana qizil shipir, zabor. Shu zaborning ichida shu mana shurda xazaykasi, xazayinining uyi. Shurda shu uyning vremenkasida turadi. Ana sizlarga agar tushuntira olgan bo'lsam, tushuntira olmagan bo'lsam uzr biroq. Mana aziz do'stlar, sizlar bilan mana birgalikda shu Navbat uyine yaqin keldik uyine. Mana shu yerda mana o yerda ko'rinib tursa Navbatning uyi. Bu yoq вообще Qo'skul 3 elati. Bu yog'imiz Nukus qalasi, uni hammamiz bilasizlar. Shu men bugun shu Navbatning uyine bormay qaytib ketajakman. Sababi shu yo'l ko'rsatish uchun shu Nukusga keldim. Men yo'lni ko'rsatib o'tayam, sizlar bilan bir salomlashin deb bugun video qilib o'tirman. Shu mana shu mening aytajagim xullas mana shu Ramazon oyida shu mana shu Navbat qizimizga qo'limizdan kelgancha yordam etasizlar degan umiddaman. Mana sababi mana Ramazon oyining bugun 15i, yana 15 kun qoldi. Mana tutgan ro'zalarimiz hammamizni Alloh darag'ida qabul bo'lsin. Shu mana shu Navbat qizimizga shu qanday niyat bilan yakson qilgan bo'lsanglar, yordam qilgan bo'lsanglar, niyatlarimiz Alloh darag'ida qabul bo'lsin degan. Shu mana shu Qozog'iston Respublikasida turib mana shu pul solgan insonlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shu qanday niyat bilan pul solgan bo'lsa, yordam etgan bo'lsa, Alloh darag'ida qabul bo'lsin. Mana O'zbekiston, Qoraqalpog'iston ham Rossiyada turib musofirda yurgan yigit qizlarimizga da katta rahmat aytaman. Buni qo'llab-quvvatlab kelasizlar shu kungacha. Endi bu yog'ida Xudo xolasa azazdan bo'lsa-da qo'limizdan kelgancha tama ko'l bo'lar deydi. 1000 so'mdan bo'lsa-da, shu 5000 so'mdan bo'lsa-da qo'limizdan kelgancha hammaga majbur emas. İmkoniyati bor insonlar shu bola chaqasini orttirib, shu mana shu Ramazon oyida fitrlarimiz bo'lsa, shu zakotlarimiz bo'lsa, shu Navbat qizimizning plastik kartalari turibdi. Feruza qizimizning hamda Kasbiy Gul kartalarimiz turibdi. Shu qo'lingizdan kelgancha yordam eting. Endi bugun men shu Navbat uyine bormayman, sababi kecha bordim, oldingi kun bordim. Endigi videolarda Xudo xolasa ertaga va argun borib Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda shu Navbat qizimizdan ham xabar olamiz. Buni xabar olmayman, просто yo'lni ko'rsatish uchun sizlarga video qilib o'tirman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Endigi videolarda ko'rishguncha xayr. Katta rahmat hammangizga. Topay diye uzoqda yurgan, mehnatdan qochmagan bahodirlar, yuragi vatan deb urib turgan, uyini sog'ingan musofirlar, uyini